Hayo o'rnidan turib, Romning stoli tomon yurgancha, "Ko'ramiz", dedi. Qiz Hayoga yetib olib, xavotir bilan qulog'iga pichirladi. "Lekin uning jahlini chiqarmaslikka harakat qil." Hayo Romning stoliga yaqinlashgancha dedi. "Unda savol berishdan nima foyda?" Rom boshini ko'tarib, qarshisida tabassum qilib turgan Hayoni ko'rdi. Hayo: "Ustoz Rom, sizdan bir narsa so'rasam bo'ladimi?" Rom qo'ldagi kitob sahifalariga nigohini qaytarib, e'tiborsizlik bilan: "Savolingni ma'ruza asnosida bersang bo'ladi", dedi. "Bunga fursat bo'lmay qoladimi deb qo'rqaman. Shuning uchun savolimni hozir bermoqchi edim." Hayoning yonidagi qiz talmovsirab: "Hozir keta qolaylik, ustozni o'z hollariga qo'yganimiz ma'qul menimcha", dedi. Hayo qat'iyat bilan: "Bilaman, sizlar undan rosa qo'rqasizlar, lekin men qo'rqmayman", dedi. Rom boshini ko'tarib, sukut bilan Hayoga tikilib qarab turdi. Hayo tabassum qilgancha so'radi: "Savolimga javob berasizmi?" Rom sumkasidan binafsha gulni chiqarib, uni kitobning o'rtasiga qo'ydi. So'ngra kitobni yopib, qahvasidan bir ho'plam simirdi. "Hali o'zim eshitib ulgurmagan savolga qanday javob berishim mumkin?" Hayo unga javob qaytarmasdan, yopiq kitob chekkasidan chiqib turgan binafsha guliga termulgancha turib qoldi. Hayoning yonida turgan qiz uning yelkasiga turtib: "Bo'la qol, so'ra savolingni", dedi. Hayoning o'ychanligi buzildi. "Savolim..." Rom qo'ldagi finjonni stolga qo'ydi. "Yana qancha vaqtimni olmoqchisan?" Bu payt tashrif buyuruvchilar Romning stoli atrofida jamlanib, vaziyatni diqqat bilan kuzata boshlagandi. Chunki odatda hech kim tanaffus paytida Romga gapirishga jur'at eta olmasdi. Hayoning bu odatni buzishi esa barchaning e'tiborini tortgandi. Hayo unga nigohlar qadalganini sezib, biroz hayajonlandi. "Yaxshi gapirar ekansiz, lekin siz bilan ham fikr bo'lmagan kimsa bilan ham shunday yaxshi gaplasharmikansiz?" Rom Hayoga mensimasdan qaradi. "Savoling shumi? Nega sinab ko'rmasdan bunaqa gapiryapsan?" Hayo talmovsiragancha so'radi. "Nima demoqchisiz?" Rom atrofda turganlarga ham eshitiladigan baland ovozda dedi. "Qani ko'ramiz, bu qiz men bilan qanchalik darajada suhbatlasha olarkan?" Hayo bir kursini tortib, Romning qarshisiga o'tirdi va xotirjamlik bilan gap boshladi. "Siz gaplaringiz mantiqiy va ma'noli ko'rinishi uchun olomonning hissiyotidan foydalanyapsiz. Aslini olganda esa gaplaringizning katta qismi bo'sh va tuturuqsiz." Rom tabassum qildi va "Yana boshqa gaping bormi?" dedi. "Ha, savolim bor." Rom masxaraomuz ohangda: "Unda savolingizni bering, xonim", deb kesatdi. "Onamisiz?" Onalik o'xshashi yo'q, hech bir erkak his qilmagan va hech qachon his qila olmaydigan tuyg'udir. Hech bir erkakning bu tuyg'uni vasflashga, hatto bunga urinishga ham haqqi yo'q. Onalik bu dunyoga keladigan har bir jonga, to o'zini eplay oladigan darajaga chiqqunga qadar g'amxo'rlik qilish mas'uliyati topshirilgan ayolning qadrini yuksaltiradigan sharafdir. Buning muqobilida esa erkak zoti mana shu sharafga hasad qilganidan ayol zoti bilan raqobatlashish uchun otalik degan istilohni o'ylab topgan. Hayo kinoyali tabassum qildi. "Bir andozaga solingan uzundan uzoq bu javobingiz nimasi? Men o'zimni his-tuyg'ulari bor inson bilan emas, xuddi hissiz taxta bilan gaplashayotgandek sezdim. Qolaversa, mavzuga erkakning nima aloqasi bor? Nega har bir gapingizga erkak zotini tiqishtiraverasiz?" Romning gapirish ohangi keskinlashdi. Onalik bilan bir qatorda zikr qilinadigan otalik, fidoyilik, his-tuyg'ularning yuksakligi va cheksiz sevgi nuqtai nazaridan onalik ifoda qiladigan narsaning 10dan biriga ham teng kelolmaydi. Hayvon bo'lsin, bashar bo'lsin, ota o'z bolalarini tashlab ketishi odatiy hol, lekin dunyoviy g'arazlarni deb bolalarni tashlab ketadigan onani topish amri mahol. Hayo kulib yubordi. "Jiddiy gapiryapsizmi? Mavzuga shaxsiy hayotingizni tiqishtirmasdan gapira olmaysizmi?" Romning jahli chiqib ketdi. "Shaxsiy hayotim? Ha, ko'rinib turibdiki, gapirayotgan gaplaringiz hamma ayollarning emas, aynan o'zingiz boshdan o'tkazgan azoblaringiz natijasidir. Siz ko'ngli sindirilgan, erkak zotidan ko'p aziyat chekkan ayolsiz. Ehtimol o'sha erkakdan qasos ololmaganingiz tufayli butun erkak zotidan o'ch olishga qaror qilgandirsiz." Romning g'azabi battar qo'zib,
kaftlarini stol ustiga zarb bilan qattiq urgancha o'shqirdi. Bekor gap. Hayo zaharxanda qilib so'radi. Erkak bo'lishni orzu qilasizmi? Rom g'azab otiga mingancha baland va norozi ohangda javob qaytardi. Nima? Buni orzu qiladigan darajada ahmoq emasman. Gohida ayrim ayollar atrofidagi erkaklardan o'zini past deb ishongani va erkaklikni yuksak maqom deb bilgani uchun shunday ahmoqona qarashning qurboniga aylanadi. Holbuki voqelikda hech shu ish yuz bergan taqdirda ham bu ayol zoti uchun yuksalish emas, kamida fikriy va hissiy jihatdan pastga qulash bo'lardi. Ayol erkak bilan yosh bola bilan gaplashayotgandek muomala qiladi. U buni ahmoqligidan emas, erkakning sathiy fikrlashini yaxshi anglanganidan qiladi. Ayol aqliy jihatdan shu darajada yuksalganki, hatto erkakning unga qiladigan har kungi qo'rs muomalasiga, o'ylamasdan qabul qiladigan qarorlariga nisbatan qanday yo'l tutish kerakligini yaxshi biladi. Shuning uchun ham yon bergan taraf ko'pincha ayol bo'ladi. Erkaklar esa o'zlarining yuzaki fikrlashlari bilan bu yuksak zakovatni zaiflikka yo'yishadi. Ayol erkakka nisbatan yuksak aqliy salohiyatga ega bo'lgani sababli unga asl haqiqat qandayligini izohlamaslikni ixtiyor qilgan. Zero ayol buni tushuntirgan taqdirda ham erkak baribir uni hech qachon fahmlay olmaydi. Nega bunchalar g'azab otiga mingansiz? Rom jahl bilan dedi. Men g'azab otiga minmaganman. Har gapingiz ich-etingizni yondirayotgan mudhish g'amdan darak bermoqda. Buni faqat men payqayapman deb o'ylamayman. Rom o'tirgan joyida qaddini rostlab, ko'rsatkich barmog'i bilan ko'zoynagini ortga surgan holda Hayoga tikildi. Tugatdikmi? Bilmadim. Bundan ortig'ini ko'tara olarmikansiz? Rom g'azabnoklik bilan o'shqirdi. Ortig'ini ko'tarish? Nima haqida gapiryapsan? Savollarimga javob berishga qiynalayotganingiz ko'rinib turibdi. Men bilan suhbatlashish asnosida asabingiz buzilib, qon bosimingiz ko'tarilib ketishiga sababchi bo'lishni istamayman. Rom tahqirona kuldi. O'zingga katta baho berib yuborma. Sen o'zini erkaklardan past deb biladigan ayollardan ekaning yaqqol ko'rinib turibdi. Shuning uchun ham bunaqangi kalta fahm gaplaringdan ajablanmayapman. Hayo kursiga suyanib oldi. Unda davom etaveraymi? Tugatishim lozim bo'lgan ma'ruzam bor. Shuning uchun ahmoqona savollaring bilan vaqtimni olma. Qo'rqmang, o'zim istagan javobni olib bo'ldim. Lekin ikkitagina savolim qolib ketdi. Bera qol, o'sha savollaringni tugata qolaylik. Bu pallada bahs bo'layotgan stol atrofida tomoshabinlarning soni yanada ortgan edi. Hamma suhbatni katta qiziqish bilan tinglar, uning rivojini hayajon bilan kuzatar, oqibat qanday yakun topishiga juda qiziqardi. Hayo, umr yo'ldoshni kim yaxshiroq tanlaydi? Erkak yoki ayol? Erkak butunlay go'lligi tufayli chiroyli tashqi ko'rinishga ega bo'lgan har qanday ayolga maftun bo'lishi mumkin. Chunki u o'zining sayoz aqli bilan faqat tashqi ko'rinishga e'tibor berish bilan kifoyalanadi va hatto o'sha ayol bilan bir marotaba gaplashmasdan turib ham chiroyi yoqqani uchungina unga uylanish qarorini qabul qilish ham mumkin. Lekin aqli raso ayol aslo bunday yo'l tutmaydi. U biror bir erkakka nisbatan sevgi his qilgunga qadar nikohdek jiddiy qarorni qabul qilishi uchun kerak bo'lsa uzoqroq muddat kutib yashaydi. Lekin afsuski, hayotda ba'zi istisnolar uchrab turadi. Ayrim ayollar erkaklardek fikrlashga urinib, ulardek faqat tashqi ko'rinishga e'tibor beradi. Ko'pincha bunday ayollar tashlab ketilishi yoki xiyonat tufayli sinib qoladi. Sen ham shunday ayollardan biri bo'lsang kerak. Eringiz sizni tashlab ketganda rosa hungrab yig'lagandirsiz-a? Dahshatdan ko'zlari katta-katta bo'lib ketgan Rom Hayoga kutilmagan nigoh bilan qarab to'ng'illadi. Nima? Erim? Ha, tashlab ketib sizni hozirgi soxta qiyofaga kirishga majbur qilgan eringiz. Rom masxaromiz tabassum bilan, "Mitta aqling shuni o'ylab chiqarishga yetdimi?" dedi. Barcha gaplaringiz bir xil oqimda chiqyapti. Erkak zotiga nisbatan kuchli g'azab va nafratingizni payqash qiyin emas. Bunchalar g'azab va nafrat faqat achchiq shaxsiy tajribadangina paydo bo'lishi mumkin. Bu kin adovat sizni yeb bitirishi kamlik qilgandek, mana bu bechora ayollarni ham o'zingiz bilan tubsiz jarlikka tortib ketyapsiz. Chunki siz jarga yolg'iz o'zingiz qulashni xohlamaysiz. Erkaklar har doim ham ayollardagi muammolarning asosi bo'lavermaydi. Shunday bo'lgan taqdirda ham buning yechimi ular bilan kurashish, ularga qarshi urush ochish bilan bitmaydi. Nima?
o'z huquqlarini talab qilgan har bir ayol qaysidir erkakning qurboni bo'ladimi yoki boshqalarni aldayotgan bo'ladimi? Tabiiyki yo'q, lekin sizning holatingizda ha. Rom yonidagi kitobni olib o'rnidan turib keskin ohangda dedi. Sen xom xayolni tanlab, o'sha ro'yo ichida yashashni ixtiyor qilgan odamsan. Bunga haqqing bor, lekin bizni ishongan narsalarimizning ortidan intilishimizga to'sqinlik qila olmaysan. Hayo ham o'rnidan turib qat'iyat bilan unga javob qaytardi. Bu yerda sizdan boshqa hech kim xom xayol ichida yashamayapti. Ayollarning katta qismi siz bilan ham fikr emas. Sen ehtirosga berilib o'zingcha umumlashtirib behuda gaplarni gapiryapsan. Men esa senga o'xshamayman va buni isbotlayman. Hayo tahqirona kulib, nima? Meni yana balandparvoz nutqlaringizdan biriga cho'ktirasizmi? dedi. Rom atrofdagi ayollarga qarata baland ovozda hayqirdi. Bu qizning gapiga qo'shiladiganlar shu yerda qolsin. Ma'ruzani nihoyasiga yetkazishni istaganlar esa ortimdan yursin. Rom ishonch to'la shaxdam qadamlar bilan konferensiya zaliga qarab yura ketdi. Hayo bilan birga o'tirgan qizdan tashqari qahvaxonadagi barcha ayollar Romning orqasidan ergashdi. Hayoning yonida qolgan qiz ham o'rnidan turib qayg'u aralash tabassum bilan fikrlaringga qo'shilaman, lekin qolganlardan ajrala olmayman dedi. Hayo achchiq kinoya bilan unday bo'lsa podaning ortidan ergashasanmi dedi. Qiz mahzun tabassum qilib so'radi. Buning qanday yomon tarafi bor? Hayoning jahli chiqib ketdi. Buning yomon tarafi shuki, sen shaxsiy fikri yo'q, o'z hayotiga egalik qila olmaydigan shaxsga aylanasan. Ma'rifatli yo'lboshchining bayrog'i ostida jamlangan jamoaning bir qismi bo'lish hammaga ham nasib qilavermaydigan sharafdir. Hayo kesatiq ohangda dedi. Sen xuddi harbiy batalyondagi askardek gapiryapsan. Ulkan poda ichidagi qo'ydan boshqa narsa emassan. Qiz Hayodan uzoqlashgancha dedi. Sen esa o'ljasini qidirayotgan bo'risan. Shuning uchun buzuq fikrlaring bilan meni ovlamasingdan oldin podamga qaytishim kerak. Hayo qizni to konferensiya zaliga borib, ichkariga kirib ortidan uning katta eshigini yopgunga qadar hayrat bilan kuzatib turdi. Bu eshikni yopishi bilan eshikdagidan yorqin shu'la chiqib, Hayoning vujudini burkadi. Nur tarqagach, Hayo o'zini yana Aminning yerto'lasida ko'rdi. Kitob esa qo'llarining orasida turgandi. Hayo kitobni yopdi-da, oldidagi stol ustiga qo'ydi va joyida charm divanga o'tirgancha tafakkurga cho'mdi. Hayo o'yga tolgancha ancha vaqt o'tkazdi. Bu o'ychanlik hatto to Hayoning ro'parasidagi zinapoyadan pastga tushayotgan qadam tovushlari eshitilguncha davom etdi. Hayo bir necha soniyadan keyin 2 finjon qahva ko'tarib kelayotgan Aminni ko'rdi. Finjonlardan bug' chiqib turardi. Amin ularni Hayoning oldidagi stolga qo'yib so'radi. Nega kitob mutolaasini tugatganingdan keyin tepaga chiqmading? Hayo o'ychan holda javob qaytardi. Bu kitob oldingi o'qigan kitoblarimga o'xshamas ekan. Amin yondagi yog'och kursini tortib, Hayoning qarshisiga o'tirdi. Nega? Nimasi boshqacha ekan? Hayo Aminga qaradi. Siz uni oldin o'qiganmisiz? Yo'q. Nega unda menga aynan shu kitobni tavsiya qildingiz? Unga ehtiyojing bor deb o'ylaganim uchun. Hayo hayron bo'lib so'radi. Qanday? Mazmunni bilmasdan, ha? Amin nim qayg'u aralash tabassum bilan javob qaytardi. Sen uni o'qigan birinchi odam emassan. Gapingizni tushunmadim. Amin jilmaydi. Sovib qolmasdan qahvangni ichib ol. Hayo finjonni olib, undan bir ho'plam simirdi-da, tokchalarga nazar sola boshladi. U tokchalarga terib qo'yilgan kitoblarni ko'zdan kechirgancha, Amin amaki, ko'plab savollarim bor. Ularga javob berasiz-a? dedi. Amin finjonni olib dedi. Javobini bilsam, albatta. Hayo finjonni stol ustiga qo'yib, Aminga yuzlandi. Menga sovg'a qilgan kitobingizni otamning oldiga ochdim. Nega otam undan chiqqan yorqin shu'lani ko'rmadi? U shu'lani faqat kitobni o'qiydigan odam ko'radi. Binafsha gulining siri nima? Nima demoqchisan? O'qigan kitoblarimning hammasida binafsha guliga duch kelaman. Nega? Kitoblardagi binafsha gulning ilk marotaba menga bergan o'sha quritilgan binafsha guli bilan bog'liqligi bormi? Amin qahvasidan simirgancha jilmaydi. Shu savolni berishingni kutgandim. Men esa javobini kutyapman. Amin finjonni stol ustiga qo'yib, uni kafti bilan berkitdi. Javobni bilish uchun hali vaqt biroz erta. O'sha vaqt qachon keladi? Bu o'zingga bog'liq. Amin amaki, iltimos, jumboqli gapirmang. Bor gapni ochiq ayting. Senga jumboq bo'lib ko'rinayotgan gaplar yaqinda to'liq namoyon bo'ladigan tasvirning bir qismidir. Menda yana savol bor. Qanday? Hayot tokchalardan birida turgan, naqshlar bilan bezalgan
qopqog'iga gul rasmi tushirilgan yog'och sandiqchani ko'rsatib so'radi. O'sha sandiqchaning ichida nima bor? Amin Hayo ko'rsatgan sandiqchaga qarab tabassum qildi. Nega aynan bugun unga bunchalar qiziqib qolding? Sandiqcha bu joyga anchadan beri turibdi. Nega aynan hozir u vaqtda so'rayapsan? Hayo sandiqchaga diqqat bilan razm soldi. Bilmadim. Mana shu kitobni o'qib tugatganimdan beri tafakkurimda katta o'zgarishni his qildim. Kallamda turli savollar yanada ko'proq aylana boshladi. Barcha narsa haqida so'ragim kelyapti. Menda savol berishga nisbatan kuchli rag'bat uyg'ondi, lekin negaligini bilmayman. Amin nigohini yana Hayoga burdi. Bu yaxshi-ku. Hayo Aminga qaradi. Savolimga javob bermaysizmi? Amin yana yog'och sandiqchaga termildi. Bu sandiqda hayotim davomida o'qigan eng ajoyib kitobni saqlayman. Hayoning ko'zlari kattalashib, kuchli qiziqish bilan so'radi. Rostdanmi? Amin ko'zini sandiqchadan uzmasdan "Ha" deb javob berdi. Uni ochib ko'rsam bo'ladimi? Amin Hayoga qarab, "Nega?" Hayo ishtiyoq bilan, "Hazillashyapsizmi? Siz eng zo'r deb biladigan kitobni ko'rishni va o'qishni istayman." Sandiqcha oldingda turibdi, ochib ko'r. Hayo hayajonlangancha o'rnidan turdi va sandiqchaning ichida nima borligini ko'rishga oshiqqancha qo'lini cho'zib uni oldi. So'ngra uni stol ustiga qo'ydi va ichiga nazar tashladi. Hayoning hafsalasi pir bo'lib, "Sandiqcha bo'sh-ku" dedi. Uni kuzatib turgan Amin hech narsa bo'lmagandek, "Ha" dedi. "Lekin siz..." Amin Hayoning gapini bo'ldi. "Nima deganimni yaxshi bilaman. Haligacha bu sandiqqa qo'yishga arziydigan narsani topmadim." Hayo taajjublanib, "Shuncha ajoyib kitoblaringiz bo'la turib, o'qishga arziydiganini topolmadingizmi?" Bu sandiqcha o'qishga arziydigan kitob uchun emas, zero barcha kitoblar o'qilishga haqlidir. Nima uchun unda? Men hayotimdagi men o'qigan eng go'zal narsa deb nomlasa bo'ladigan narsani qidiryapman. O'qigan narsangiz eng go'zali ekanini qayerdan bilasiz? Men shunday matnni qidiryapmanki, tugatishim bilan uni yana 2-chi, 3-chi marotaba qayta tinglashni istayin. Shunday matnki, har safar uni o'qiganimda meni xursand qilsin, yig'latsin. Undan sira malollanmay yoki uni qancha eshitsam ham go'zalligini yo'qotmasin. Uning go'zalligi go'yo suvni hech qachon tugamaydigan quduqdek yangilanib tursin. Eshitganimda deysizmi? Matnlar o'qiladi, eshitilmaydi. Amin jilmaydi. Matnlarni ham eshitish mumkin. Yana mujmal gapirishni boshladingiz. Men izlayotgan matn o'qiladiganmi yoki eshitiladimi? Bu muhim emas. Muhimi u shu darajada go'zal bo'lsinki, undan keyin o'zimni xuddi onadan yangi tug'ilgandek his qilayin. Dunyoda bunaqangi vasfga mos keladigan matn yoki kitob bormi o'zi? Amin tabassum qildi. Buni 50 yildan beri qidiraman. Hayot tokchalarini ko'zdan kechirib, "Endi nima qilamiz?" deb so'radi. "Bir savol bor edi. Beravering bemalol. Onang bilan munosabating qanday bo'lgan?" Hayo Aminning savolidan hayratlandi. "Onam? Nega buni so'rayapsiz?" "Savolimga javob bermasliging mumkin, lekin savolga savol bilan javob qaytarma." "Xo'p, shunchaki bunaqa savol berganingiz meni hayron qoldirdi. Bu hayrat seni javob berishdan to'syaptimi?" "Javobning o'zi yo'q, chunki men onam haqida hech narsa bilmayman. Onam meni tug'ayotib vafot etgan. Men hatto uning ko'rinishi qandayligini ham bilmayman. Chunki otam onamning suratini o'zlarida saqlaydi va ko'rishga ruxsat bermaydi." "Nega?" Hayo mahzun holda dedi. "Bilmayman. Endi uyingga qayta qol, qizim. Yana kitob o'qishni xohlayman. O'qigan kitobing bugunga kifoya qiladi." Hayo xavotirlanib so'radi. "Joningizga tegdimmi?" "Yo'q, nega bunday deyapsan? Menga shunday tuyulyapti-da." Amin jilmaydi. "Yo'q, aslo. Mendan biroz sovuq o'tdi. Kaminning yoniga qaytmoqchi edim." Hayo qo'llari bilan tanasini silagancha diydirab dedi. "Rostdan ham, bu yil odatdagidan ko'ra kuchliroq sovuq bo'lyapti-ya. Ertaga yana kel, seni kutaman." Hayo o'rnidan turdi. "Tepaga chiqmaysizmi?" "Yo'q, biroz shu yerda qolmoqchiman." "Lekin kamin tepada-ku." Amin divanga suyanib, barmoqlarini bir-biriga kiritdi va ro'parasiga termulgancha, "Bilaman" dedi. Hayo hazillashib, "Mensiz yolg'iz o'zingiz mutolaa qilmoqchimisiz?" dedi. Amin Hayoga javob qaytarmasdan yoki o'ychanligini buzmasdan qayg'uli tabassum qilib qo'ydi. Hayo Aminning yelkasiga qo'lini qo'yib, tashvish bilan so'radi.
Sizga nima bo'ldi, Amin amaki? Oldin sira bu ahvolda ko'rmaganman. Amin qo'lini Hayoning kaftiga qo'ydi. Xavotirlanma, men yaxshiman. Shunchaki daydi xotirlar ongimga yo'l topdi. Yoningizda qolishimni istaysizmi? Amin tabassum bilan hali ham yelkasida turgan Hayoning qo'liga asta urib qo'ydi. Yo'q azizam, uyingga qayta qol. Otang xavotir oladi. Hayo Aminning peshonasidan o'pib, zinapoyadan tepaga ko'tarila boshladi. Hayo oxirgi zinapoyaga yetib eshikni ochdi. Shu payt qulog'iga Aminning yo'talgani eshitilib, yuragi bir siqib qo'yganini his qildi. So'ngra ortidan yerto'la eshigini yopib, u yerdan chiqdi. Hayo uyiga qaytib, to'g'ri xonasiga yo'l oldi. Hayo mehmonxonada otasi va Halimani ko'rgan bo'lsa-da, ularning oldidan o'tmadi ham, gaplashmadi ham. U xonasiga kirib, karavotga cho'zildi va ustini sovuq yopinchiq bilan o'radi. Halima eshikni taqillatib past ovozda izn so'radi. "Xonim, ichkariga kirsam bo'ladimi?" Hayo yopinchiq ostidan, "Halima, uxlamoqchiman. Keyinroq gaplasharmiz", dedi. Halima eshik ortidan dedi. "Xo'p bo'ladi, Hayo xonim." Halima endi ketmoqchi bo'lganda, Hayo o'rnidan turib so'radi. "Nima gap o'zi? Nima haqida gaplashmoqchi eding?" Halima xonaga kirdi. "Hayo xonim, bir narsa sira qalbimga tinchlik bermayapti." "Nima? Siz?" "Men?" "Ha, siz." Hayo xo'mraydi. Men bilan gaplash uchun otam yubordilarmi seni bu yerga?" "Yo'q, aslo. Sizga bog'liq bir holat ko'nglimga tinchlik bermagani uchun siz bilan gaplashmoqchiman." "Nima ekan o'sha senga tinchlik bermagan holat?" "O'sha cholning uyiga qayta borishingiz." Hayo keskinlik bilan dedi. "Uning ismi Amin." Halima kuchli xavotir va qo'rquv bilan Hayoga yaqinlashdi. "Iltimos, xonim, u yerga bormang." Hayo ajablangancha jahl qildi. "Sizlarga nima bo'lgan o'zi? Nega u yerga borishimga qarshilik qilmoqchi bo'lyapsizlar? Biz sezayotgan narsani sezmayapsiz. Har safar o'sha uyga borganingizda ortga tamoman o'zgarib, xuddi boshqa odamdek qaytib kelyapsiz. Buning qanday yomon tomoni bor? Sizlarga biror zararim tegyaptimi?" "Yo'q, lekin..." Hayo asabiylashib ketdi. "Nima lekin? U odamdan yaxshilikdan boshqa narsa ko'rmadim. Men faqatgina mana uyga qaytib, shu kabi savol va shubhalar qurshovida qolganimdagina o'zimni yomon his qilaman." Halima boshini quyi soldi. "Bu mavzuni ochganim uchun uzr so'rayman, xonim." Hayo o'rnidan turib Halimaning oldiga bordi va qo'llari bilan uning yelkalaridan ushlab tabassum qildi. "Halima, sen men uchun dunyodagi har qanday odamdan yaqinroqsan. Sen onam vafot etgandan keyin menga g'amxo'rlik qilgan odamsan. Menga hatto otamdan ham yaqinroqsan. Meni sendan biror narsani berkitadi deb hech qachon o'ylama." Halima boshini ko'tarib Hayoning yuziga qaradi. "Unday bo'lsa, o'sha yillar haqqi hurmati, bir savolimga javob bering." "Qanaqa savol?" dedi Hayo qo'lini Halimaning yelkasidan olib. "Bu qadar ishtiyoq bilan janob Aminning uyiga takror borishga sizni nima undayapti? Aynan nima sizni bunchalar jalb qilayapti?" Hayo Halimaning xavotirli ko'zlariga tikilgancha biroz sukut saqlab turdi. "Aytmayman." Halima mahzunlik bilan yerga qaradi. "Mayli, hech qisi yo'q. Lekin ko'rsataman." Halima boshini ko'tardi. "Nimani ko'rsatasiz?" Hayo Halimaning qo'lidan ushladi. "Ketdik." Halima hayron bo'lib, "Qayerga?" Hayo Halimani chiqish eshigi tomon tortqiladi. "Janob Aminnikiga." Halima Hayoning ortidan kalovlanib, "Lekin siz u yerdan hozirgina keldingiz-ku." "Hech qisi yo'q. Janob Amin yo'q demaydi." Ikkovlon birgalikda xonadan chiqib pastga tushdi va uydan chiqib ketishdi. Mehmonxonadan o'tayotganlarida katta xo'jayin u yerda emasdi. Lekin Halima ham, Hayo ham bunga e'tibor bermasdan tashqariga chiqib ketaverdilar. Yura Aminning uyiga yetib borishdi. Hayo eshikni taqillatdi. Halima tashvishlanib, "Boshqa vaqtda kelsak ham bo'lardi", dedi. "Nega?" deb so'radi Hayo eshikni yana taqillatib. "Balki uxlayotgandir." Hayo kulib yubordi va eshikni yana taqillatdi. "Janob Aminning uxlayotganini hech ko'rmaganman." Hayo qattiq taqillatishga qaramay eshikni hech kim ochmadi. Shundan keyin Hayoning qalbiga xavotir sizib kira boshladi. "G'alati, janob Amin eshikni ochishi uchun odatda ikkinchi marotaba taqillatishga majbur bo'lmasdim. Men sizga ehtimol uxlashga yotgandir deb aytgandim." Hayo eshikni yanada qattiqroq taqillatib, baland ovozda baqirdi. "Janob Amin!" Hech kim javob qaytarmadi. Hayo eshikni ochmoqchi bo'lib, dastani buradi, lekin u qulflangan ekan.
Hayo xavotir bilan devor atrofida yugurib, ichkariga kirsa bo'ladigan tirqish qidira boshladi. Halima ham uning qattiq xavotirlanayotgan xonimining ortidan yurib, tashvishlangancha talmovsirab so'rardi. Sizga nima bo'ldi, Hayo xonim? Hayo Halimaga hayqirdi. Bo'la qol, tezlik bilan kimnidir yordamga chaqirib kel. Halima dovdirab so'radi. Nima demoqchisiz? Hayo asabiylashdi. Darhol uydagi soqchilarni yordamga chaqirib kel. Halima qasrga qarab yugurib ketdi. Bir necha daqiqadan keyin o'zi bilan soqchilarni olib keldi. Soqchilar yetib kelishi bilan Hayo ularga baqirdi. Eshikni sindiringlar. Soqchilar Hayoning buyrug'ini darhol amalga oshirishdi. Eshik sindirilishi bilan Hayo ichkariga amin deb baqirib chaqirgancha yugurib kirdi. Hayo mehmonxonadan yoki boshqa xonadan aminga tegishli biror iz topolmadi. So'ngra ketishdan oldin uni yerto'lada qoldirganini yodga oldi va shoshilgancha yerto'la sari yugurdi. Hayo tezlik bilan zinapoyadan pastga tusha boshladi. Oxirgi zinapoyaga qadam qo'yar qo'ymas Aminni yerda hushini yo'qotgan holda cho'zilib yotganini ko'rdi. Hayo darhol Aminning oldiga yugurib kelib cho'kkaladi va uning boshini bag'riga bosib, bor kuchi bilan baqirib, "Janob Amin" deb yig'lay boshladi. Halima yonidagilar bilan ichkariga kirdi. Ular Hayoning ovozini eshitishlari bilan to'g'ridan to'g'ri yerto'laga yo'l oldilar. Yig'lab o'tirgan Hayo ularni ko'rgan zahoti hayqirdi. "Hoziroq uni shifoxonaga olib boringlar." Amin darhol mashinada shifoxonaga olib ketildi. Halima oldingi o'rindiqda, haydovchining yonida ketardi. Hayo esa orqa o'rindiqda. Aminning yonida yig'lagancha butun yo'l bo'yi davomida uning boshini silab ketdi. Mashinaga Hayoning xavfsizligini ta'minlashga mas'ul soqchilardan iborat boshqa bir mashina ham yetib olib, unga hamrohlik qildi. Shifoxonaga yetib borilgandan keyin Amin darhol shoshilinch tibbiy yordam bo'limiga kiritildi. 1 soatlik kutishdan keyin Aminni ko'rikdan o'tkazgan shifokor ichkaridan chiqib, shifoxona yo'lagida yig'layotgan bir qizni o'rab turgan erkaklar bilan to'lganini ko'rdi. Qizning yonida bir keksa ayol ham bor bo'lib, uni ovutishga urinardi. Shifokor Hayoning oldiga kelib undan so'radi. "Siz bemorning yaqinimisiz?" Hayo tezda o'rnidan turib, xavotirlangan ko'yi so'radi. "Ahvoli yaxshimi?" Bemor yurak xurujini boshdan o'tkazibdi. Hozir u koma holatida. Hayo ho'ngrab yig'lagancha dedi. "Bu nima degani? Tuzaladilarmi yoki yo'qmi?" Bu yog'i yaratgan izmida. Hayo duv-duv ko'z yoshlarini artdi. Komadan qachon chiqadi? Bu faqat Xudoga ayon. Lekin u bir qancha vaqt mobaynida nazorat ostida bo'lishi kerak. Ularni boshqa shifoxonaga olib boraman. Bunga haqqingiz bor, lekin hozir bunday qilishni tavsiya qilmayman. Holati mo'tadillashgancha kutib turganingiz ma'qul. Shifokorning gapini eshitgan Hayo battar yig'ladi. Halima uni ovutishga urinardi. "Shifoxona xarajatlarini kim bo'yniga oladi?" so'radi shifokor. Hayo shifokorning kiyimidan kuch bilan tortib uning yuziga baqirdi. "Xarajatlarni o'ylama, ishingni bajar faqat." Halima Hayoning qo'lidan ushladi. "Nima qilyapsiz, Hayo xonim? O'zingizni bosing", deb shifokorni undan qutqargan bo'ldi. Hayo shifokorni qo'yib yubordi va yig'lagan holda Halimani quchoqlab alam bilan "Janob Amin o'lmasligi kerak", dedi. Halima uni mahkam quchoqlab hamdardlarcha yupatdi. "Xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi." Shifokor jahl bilan kiyimini to'g'rilab, "Ketmaslaringdan oldin kassaga uchrab ketishni unutmanglar", dedi. Hayo Halimaning bo'ynini qo'yib yubordi va yosh to'la ko'zlari bilan shifokorga "Janob Amin qayerda? Uni ko'rishni xohlayman", dedi. 634-xonada, deb javob qaytardi ketishga shaylangan shifokor. Hayo va uning odamlari Amin joylashtirilgan xona tomon yo'l oldi. Hayo ko'zda yosh bilan u yerga asta kirdi. Amin oppoq to'shakda cho'zilib yotar. Unga turli tibbiyot asboblari ulab qo'yilgandi. Yurak urishini nazorat qiladigan jihozdan esa Aminning har soniyada sabot bilan urib turgan yuragining dukuri eshitilib turardi. Hayo og'ir va ehtiyotkor qadamlar bilan Aminning oldiga kelib, bosh tarafda to'xtadi. Hayoga hamrohlik qilayotgan soqchilardan biri kursini olib Hayoning ortiga qo'ydi. Lekin Hayo o'tirmasdan Aminning holsiz yuziga tikilib, ko'zdan shash qator yosh oqqan holda g'amgin ovozda "Meni tashlab ketmang, Amin, iltimos, tashlab ketmang", deb yolvordi. Hayo Aminning oldida bir qancha turgandan keyin yelkasiga Halimaning qo'li tekkanini sezdi. Halima unga "Hozir keta qolaylik, ertaga yana kelamiz", dedi. Hayo yig'lagancha Aminning yuziga termildi.
hushiga kelganda yonida emasligimni ko'rib o'zini yolg'iz his qilsa-chi? Xonim, hozir bu yerda qolganimizdan foyda yo'q. Sizga va'da beraman, ertaga yana kelamiz. Hayo Halimaning gapiga kirdi va indamasdan ko'zda yosh bilan u bilan birga ketdi. Uyga qaytishgach xabar bermasdan ketganlari uchun xo'jayin ularni g'azab bilan kutib turganini ko'rdilar. Hayo kirishi bilan uni urishmoqchi bo'lib turgan otasini qattiq quchoqlab yig'lay boshladi. Xo'jayin Hayoning orqasida turgan Halimaga hayron bo'lib qaragancha so'radi. Nima gap? Nima bo'ldi? Halima yolvorgan nigoh bilan xo'jayinga savolni keyinroq qoldiraylik degandek ishora qildi. Xo'jayin Hayoni quchoqlab uni ovuta boshladi. Xavotir olma qizim, nima bo'lgan taqdirda ham hammasi yaxshi bo'ladi. Ertasi kuni qizning mahzunligi sababini bilgan xo'jayin Aminni shahardagi eng katta shifoxonaga o'tkazdirdi. Aslida u Aminni xorijdagi maxsus shifoxonaga oldirmoqchi bo'lgandi, lekin Hayo Amin qayerda bo'lsa, u ham o'sha yerda bo'lishini aytdi.